Yo'talga, eski yo'talga qo'shnilarni ham yo'tallarni uxlatmayapsiz do'stim. Yo'talni antibiotik bilan emas, tabiiy yo'l bilan davolasa bo'ladi. Men sizga o'rgataman. Videoni saqlantirib oling. Mehnatimizni qadriga yetib, bitta like bosib, kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldirib ketsangiz bo'ladi. Retsept aytaman, yozib oling, videoni saqlantirib oling. Piyozni olasiz. Piyoz bir kattalikda piyoz bo'ladi. Uni to'g'rab turib, g'oz yog'ini aralashtirib o'pkalarga surkaysiz. Tomoqlarga, o'pkalarga surkaysiz, kechqurun yoshdan oldin. Xuddi shunday qiladigan bo'lsangiz, eski yo'tallarga ham shifo bo'ladi. 2 mahal turubni suvdan ichib turasiz, 50 grammdan ovqatdan keyin. Bu sizga juda ham yaxshi usullardan biri. Yo'tallarga shifo bo'ladi. Yosh bolalarga ham qo'llasa bularda umuman zarar yo'q. Yurakda muammosi borlar, oshqozonda muammosi borlarga mumkin emas. Doim yo'talaydigan insonlarga, immuniteti past insonlarga shu videoni jo'natib qo'ying, videoni saqlanib oling, kerak bo'ladi. Kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldiring.